Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurulğanlığının 89 illığı və 78 yıllıqını xatırlaş münasibəti bilan Sharq Turkiston sürgünde hökuməti və Sharq Turkiston Milli Oyğunish Təşkilatı 2022 yılı 12 noyabr Payşembe günü namoyish ötküzüşünü uğurlaştırdı. Biden'ın devlet işleri katibi Xitayning Tayvanni bo'ysundirish uchun nihoyat tez tutish qilayotganligini aytdi. Dаңlıq markalar Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mallarni sotib olishdan to'xtashi kerak. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurulganligining 89 yilligi va 78 yilligini xotirlash munosabati bilan Sharq Turkiston sürgünde hökuməti muaziratda yaşayotgan barlıq Sharq Turkistonliklarni namoyish ötküzüşkə çağırdı. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti şundaqla Sharq Turkiston Milli Oyğunish Təşkilatı 2022 yılı 12 noyabr Payşembe günü tushdan keyin soat 1dan 3gacha Amerika Aqsarayının aldıda, 2dan 3:30gacha Kanadadagi Alberta qonun chiqaruvchilar binosining oldida namoyish ötküzüdü. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandining chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zlashimninki sababi shu hammamizga ma'lum bo'lgandek, oldimizdagi 11 oyning 12 kunida Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik kuni. Shu fursat bilan shu sabab bilan men bugun barliq qarindoshlarni shu oldimizdagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik kuni uchun o'zining turishlik davlatlarida faoliyat qilishini va Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini xotirlash uchun xalqaro namoyish qilishini chaqiriq qilish uchun bugun bu yerda so'zlab o'tdim. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek 1930 yillarda Sharq Turkistonda mustamlikchilikka va ishg'oliyatga qarshi qaytadan yana bir milliy mustaqillik harakati barpo bo'lib, 1933 yilda 11 oyning 12-sida Qashqarda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va boshqa turkiy xalqlar tomonidan mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilindi. Afsuski, baxtimizga qarshi bu davlatimiz 1934-yilning 4-oyning 16-kunida Xitoy Xalq Cumhuriyeti va Xitoy Xalq Cumhuriyeti tarafdori bo'lgan Xitoy va Tungan, ya'ni Xitoy musulmonlari va Sovet ittifoqi tarafidan qo'llanayotgan militarist Xitoy Shinseytninki Sharq Turkiston Cumhuriyetiga tajovuz qilishi bilan ag'dirildi. Lekin Sharq Turkiston xalqi yana Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamliki va ishg'oliyatga qarshi yana bir qatim milliy mustaqillik harakatini qaytadan qo'zg'ab 1944-yilning 11 oyning 12-kunida yana mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirdi. Afsuski, yana baxtimiz qarshi 1949-yilning 10-oyning 12-kunida Xitoy kommunist kuchlari Sharq Turkistonga tajovuz qilib besib kirdi va 12-oyning 22-si 1949-yilda mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib etdi. Ammo lekin Sharq Turkiston xalqi 73 yilning yozi bu ishg'oliyatni davom qilayotgan taqdirdami, Sharq Turkiston xalqi hech bir vaqt mustaqilligidan voz kechgani yo'q va doim Xitoyning ishg'oliyati va mustamlik kuchlariga qarshi qattiq zarba berib kelgan va mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirish uchun nurg'un inqiloblar qo'zg'alib, Sharq Turkiston xalqi bu yo'lda qon to'kkan va jinni bergan. Shuning uchun bu kunda biz Sharq Turkiston Cumhuriyetlarininki mustaqillik kunini xotirlash bilan yana xalqaroga Sharq Turkiston xalqininki
irodasini va Sharq Turkistonninki mustaqilligini asl keltirmay turib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga kishilik huquq, diniy erkinlik, hatto mavjudligini saqlayolmaydiganligini xalqaraga bildirishimiz kerak. Va xalqaraninki Sharq Turkistonni buningda Amerikani biz masalan Amerikaninki Aqsaroyning oldida qilamiz. Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilishini va Sharq Turkistonninki milliy mustaqillik harakatini rasmiy holatda qo'llashini chaqiramiz va xalqarodagi barliq Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlarining hammasi o'z turishlik davlatlarida ninki mayli parlament oldida bo'lsin, iloji bor shu o'z turishlik davlatninki shu Aqsaroydagi o'rniga berib yoki u bo'lmasa ularniki tashqi ishlar ministerligining oldiga berib, agar u bo'lmasa Amerika elchixonasining oldiga berib tinchlik namoyish qilib buni bu chaqiriqni qilish kerak va xalqimizning irodasini, arzusini va Sharq Turkistonninki mustaqilligi asl kelmay turib bizning qutulishimiz, kishilik huquqimiz va yoki boshqa ish narsamiz, hatto mavjudligimiz bo'lmaydiganligini xalqaraga bildirishimiz kerak. O'tganda shikapta bo'ldi, qani shikaptadek bo'ldi. Bu BDT'ninki kishilik huquq nimasida Sharq Turkistondagi atalmış kishilik huquq masalalarini, ya'ni irqiy qirg'inchilik u yerda turib tursin, ishg'oliyat u yerda turib tursin, irqiy atalmış kishilik huquq masalalarini suhbat qilishga, munozir qilishga red qildi. Yana xalqaroninki bu bunda bo'lishi bizninki ham bizimizga ham xalqaroga isbotlagan nim bo'ldi desak, Sharq Turkistonning mustaqilligini asl keltirmay turib, bizninki kishilik huquq haqida munozir qilishmi haqqimiz bo'lmaydiganligi aniq bo'ldi. Buni obdan bilib olishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz barliq Sharq Turkiston xalqi va dunyodagi barliq Uyg'ur tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari, rahbarlar, faoliyatchilar, mulla ulamolar, ziyolilarimiz hammamizninki qiladigan ishimiz, birdan bir qiladigan ishimiz, majburiyatimiz davlatimizning mustaqilligini asli keltirish uchun harakat qilamiz. Harakat qilishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Eng oddiy qila oladiganimiz hammamiz o'xshash so'z, harakatlarni ishlatib, o'xshash chaqiriqlarni qilishimiz kerak. Xalqarodagi davlatlarga, bo'libmi demokratik davlatlarga, kishilik huquq, demokratiyani va millatlarninki, davlatlarninki o'z taqdirini bu yerda tashqi o'z taqdirini belgilaydigan, o'zining belgilaydigan huquqlarini qo'llaydigan davlatlarga besim solishimiz kerak. Agar sening gaping rost bo'lsa, sen Sharq Turkistonninki besilib olganligini va ishg'oliyat ostidagi bir davlat deb e'tirof qilsan, agar seninki samimiy bo'lsang, sen Sharq Turkistonning mustaqilligini, chunki bu xalqimizninki umumiy xalqimizninki qo'llayotgan arzusi va bu irqiy qirg'inchilikni, bu ishg'oliyatni, bu sizlarninki tashabbus qilayotgan demokratiya, kishilik huquqni ijro qila oladigan birdan bir yo'l Sharq Turkistonning mustaqilligini asl keltirishdir deb xalqaroga chaqiriq qilishimiz kerak. Va xalqaroninki Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish uchun bizni samimiy qo'llashini chaqiriq qilishimiz kerak. Boshqa mishnasimiz boshqa nima qilsak quruq. Buni ko'ryapsizlar. Buni qilishimiz kerak. Ondan keyin xalqaro zaten mecburi bo'ldi. Zaten bir necha davlatlar bu Xitoy balasidan qutulish uchun zaten mushunda bir narsani bizdan umid kutyapti. O'zimizki umidiyat olsun, xalqaro buningga taqozo bo'layotdi. Ammo bu chaqiriq o'zimizning xalqimizdan chiqish kerak.
o'zlarimizdan chiqish kerak. Shuning uchun biz hamma yerda, bayam deganimdek, mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yaponiyada bo'lsin, hammamiz o'xshash shuar bilan, o'xshash talab bilan Sharq Turkistonninki mustaqil bir davlat ekanligini, Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligini e'tirof qilishini va Sharq Turkistonning mustaqilligini asl keltirish uchun bizningki milliy mustaqillik harakatimizni qo'llashini chaqiriq qilishimiz kerak, talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu munosabat bilan biz Amerikaninki Aqsaroyning oldida 11 ayning 12 kuni, ya'ni shanba kuni soat 1 dan soat 3 gacha Aqsaroyning oldida tinchlik holatini namoyish qilamiz. Va xalqarodagi barliq qarindoshlarimizni o'z turishlik davlatlarda o'xshash tinchlik namoyish qilib, xalqimizningki ifodasini, millatimizning arzusini, davlatimizningki kelgusi uchun harakat qilishinglarni chaqiriq qilamiz. Allah hammamizga birlik, barobarlik ato qilsin. Hammamizni bilib bilmay davlatimizga, millatimizga, Sharq Turkistonninki mustaqillik davosiga ziyon qilishdan, xoinlik qilishdan, sotqinlik qilishdan saqlasin va xoinlarni, sotqinlarni, munofiqlarni bizning sepimizdan, bizdan yiroq tutsin va o'z panohidan bizga yordamchilar evatib, tizdan Sharq Turkistonning mustaqillik nasli keltirish uchun bizga yordamlarini evatgan. Baydenning davlat ishlari katibi Xitoyning Tayvanni bo'ysundirish uchun nihoyat tez tutish qilayotganligini aytgan. Gündəlik çağırğıcı to'rining 18 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Amerika davlat ishlari katibi Antony Blinken Hoover idorasida qilgan so'zida kommunistik Xitoyning Tayvanni bo'ysundirish vaqt jadvalini tezlatganligini aytgan. Blinken sobiq davlat ishlari katibi Stanfordning Hoover organining mudiri Condoleezza Rice bilan so'zlashib, Xitoyning bargan sari dushman holiga kelganligini, Tayvanni qayta qo'shib olishga urinayotganligini, davlat ichida zolim, chet elliklarga qarata tajovuzchi ekanligini, kommunistik davlatning Amerika va ittifoqdoshlari uchun cho'ng tahdid bo'ladiganligini aytdi. Xitoy Tayvanning egilik huquqini rad qiladi. Yaqindan buyon Xitoy xalq ozodlik armiyasi Tayvanda bo'lginchilarning hokimiyat yurgizayotganligini ta'kidlab, Tayvanga tahdid ishlatib, majburiy qo'shib olishga urinmoqda. Amerika Markaziy axborot idorasining muavin boshlig'i David Cohen 9-oyda CNNning ziyoratini qabul qilib, Beijingning Tayvanga tajovuz qilish vaqtining texi aniq emasligini, Xi Jinpingning ozodlik armiyaning 2027-yilgacha Tayvanni bo'ysundira oladiganligini aytganligini degan. Xitoy davlat markaziy televiziyasining xabariga qaraganda, Xi Jinping yakshanba kuni Beijingda o'tkazilgan Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayining ochilish yig'inida Beijingning zo'rlik ishlatib Tayvan masalasini hal qilishni xohlaydiganligini qayta ta'kidlagan. Prezident Joe Biden vazifa o'tagan mezgilda ozodlik armiya Tayvanning havo mudofaa farqlantirish rayoniga 1400 qitimdan ortiq urush aeroplani o'rinlashtirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining xabariga qaraganda, Amerika Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydi. Bir Xitoy siyosatida ching turdi. Ammo Taybeyga Amerika mudofaa va xizmat mulozimatini sunadi. Dаңlıq markalar Uyg'ur majburiy emgikidan ishlangan mallarni sotib olishdan to'xtashi kerak. Sumafo Store'ning 19-oktyabrdagi xabarida Zara, Yogo, Boz, Alma va Nike qatorliq dunyodagi eng chong markalar Uyg'ur majburiy emgikini ishlatadi. H&M Xitoyga yetar deyiladi, ammo Yogo, Boz, Zara va Nike qatorliq dаңlıq markalar Xitoy bilan birlikda mengotadi. Ularning millionlagan xaridorlarimi buni bilmaydi. Şirket boshqaruvchilari xaridorlarning Uyg'urlarni rəhimsizlarcha bostirishidan foydalanib, azroq foyda oladiganligini bayqishidan qo'rqadi. H&M Sharq Turkistondagi paxtani sotib olishni rad qilganda Xitoy qattiq aybladi. Zaraning boshqaruvchilari Xitoyning besimiga bo'y egib, Uyg'ur majburiy emgikini ayblaydigan bayonotni tor betidan elib tashladi. Hugo Boss Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish tadbirlarini rad qildi. H&M'ga o'xshash maydon ifodalash tez emas.
Başqalarmı şundaq qılalasa, hökumətlərinin Xitayning Uyg'urlarga qilgan muomalasini qayta o'ylanishdan boshqa tanlashi qolmaydi. Eksik bo'lgan narsa ularni harakatlantirishga qarata besimning bo'lmasligi. Uningdan boshqa amaldorlarning qulay yo'lini tanlashi. Necha 10 minglagan Xiaomofos a'zolari muvaffaqiyatli holda markalarga besim ishlatib, Bengaldagi ishchi xizmatchilarning bexatarligiga kafolatlik qildi. Zara va Benetton H&M yo'lga chiqdi. Buni takrorlash kerak. Hugo Boss, Zara, Apple'ga Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mallarni sotishdan voz kech deyish kerak deyildi. Vatan deb to'lading iymoning qini, qalamlar tavratding vijdoning qini, tanglarning ishqida gulxanman dedim, ko'ngling osmonida cho'lponing qini, qalamni mash'al qilib mudirib o'tding, o'pganmu yo'g'nab yutilib o'tding. Vatanga ixlosda boqsang ingishib, qavmingning yiltizi yatar chirmishib, chaqnaydi mozorda fosfor yalqini, ko'kdagi yulduzlar bilan sirdishib. Bu yerda bug'ra ham o'g'iz yotidi, qo'qasqa aylangan yulduz yotidi. Saptuzib har rangda fasllar o'tdi, vatan deb bahodir nasllar o'tdi. Avlodga faqatla vatan qoladi, boshlardan ne aql naqllar o'tdi. Vatan cho'chak emas sajdigohingdir, va ya ermak emas bosh panohingdir. Vatan jonon deding jonon tepilar, vataning bo'lsala hamon tepilar. G'urbatda tinigan sayoqlarg'imu, shohona qasr ham ayvon tepilar. Ba'zida vatansiz sulton bo'ladi, o'zining go'shiga o'tin bo'ladi. Vatan asqatidi o'lganlargimu, nafsining o'tida kuyganlargimu, hatto o'smasini setib xotinining bir umr tomosha ko'rganlargimu. Lekin haqoratda qoldi qabrisi, talay ahonatda qoldi nevrisi. Vatan iymon bilan bir tan emasmi? Vatan iymonsizga motam emasmi? Abduqodir Jaloliddinning she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.